Redmi telefoningizda ilovalaringizni ikkinchi ekranga yashirib qo'ysangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz siz ham o'rganib olasiz. Do'stlar, uning uchun birinchi navbatda smartfonimizni ochib, nastroykasiga kirib olamiz va bu yoqdan pastroqqa tushganimizda bizda qo'shimcha sozlamalar menyusi turadi va bu yoqqa kirib, aynan ikkinchi joy menyusiga bosamiz va ikkinchi joyni yoqishni qilamiz. Va bir necha soniyalar kutganimizda ikkinchi joy yaratiladi. Mana bizda ikki joylar bir qurilmada, ya'ni bitta qurilmada ikkita ekran yaratishingiz mumkin. Davom etish qilamiz va bu yoqda parolni ishlatish, yorliqni ishlatish, parol ishlatish qilamiz biz va hozirroq parol qo'yamiz bunga. Misol uchun birinchi parolimiz mana bunday bo'ladigan bo'lsa, endi ikkinchi joyimizga mana bunday kod qo'yamiz. Birinchisini teramiz ekan oldin va endi ikkinchi joynikini teramiz. Demak, mana shunday kod qo'yapmiz ikkinchi joyimizga. Qo'yildi, barmoq izi shart emas bizda. Buni o'tkazish qilib yuboramiz va bizda mana ikkinchi joy ochildi. Videoni Redmi tutadigan do'stingizga yuborib qo'ying. U ham o'rganib olsin. Yanada ko'proq qiziqarli kontentlar uchun esa a'loga obuna bo'lib qo'ying.